Demak, efirda o'qib oldik. Demak, o'quvchilar, bugun birinchi takrorlash bilan 4-darsimizni boshlaymiz va takrorlab bo'lganimizdan keyin misollarning tahlilini ko'ramiz. O'tgan darsimizda nimani o'rgangan edik? O'tgan darsimizda eng birinchi mavzusida, xo'p, qaraymiz. Tak. Ikkinchi bo'limimizni boshlagandik, a? Ikkinchi bo'limimizni boshlagan edik. İkinci bölümümüz nima edi? Solving the equations, ha? Demek chapter 2, solving linear equations. Yani chiziqli tenglamalarni ishlash. Xo'p, linear equation nima edi? Equation degani bu nima edi? Tenglama. Tenglama, ha? Xo'p. Endi tenglamani o'tgan vaqtimizda nimadan boshladik biz? Belgilardan boshladik. Mana buni ifodasini tuzishimiz kerak edi birinchi, ha? Ya'ni harfli matn ifodani nimaga o'tishimiz kerak edi? Matnda tenglamaga o'tib olib ishlashimiz kerak edi, ha? Endi mana bu yerda nima deyapti? Twice a number. Mana twice a number. Xo'p, increase it by nima degan? Mana increase it by. Ko'ryapmiz, ha? So'zma-so'z bilan tahlil qildik. Esladikmi? 14, mana 14. Xo'p, is degani nima edi? Is identical degani bu teng degani, mana. Ko'rdinglarmi? 50, mana 50. Demak, mana shuni birinchi darsimizda aniqlagandik. Nima qilishimiz kerak edi? Demak, matnli berilgan ifodadan nimaga o'tishimiz kerak edi? Tenglamaga o'tishimiz kerak edi. Ya'ni ifodaga o'tishimiz kerak edi. Ya'ni bizda matn ko'rinishida berardi. Matnni biz translate qilaylik, ya'ni tarjima qilaylik tenglamaga. Ana endi bundan keyin nimani o'tdik biz? Undan keyin biz mana bu ma'lumotni o'rgangandik. Mana bu nima degani? Aytinglar qani? Consecutive numbers. Nima degani? Mana shu eslab olaylik. Consecutive, ketma-ket. Ketma-ket deganingiz, ha? Esladikmi? Ketma-ket deganingiz. Ketma-ket raqamlar qanaqa ko'rinishda belgilanadi? Mana n plus 1, n plus 2 nima uchun? Chunki ketma-ket kelgan raqamlar bir-biridan nimaga farq qiladi? Birga farq qiladi. Undan keyin nimani o'tgan edik? Integers. Integers nima edi? Butun sonlar, ha? Butun sonlar. Xo'p, endi even degani nima deganingizda? Even degani bu juft deganingizda. Esladinglarmi? Juft deganingizda. Odd degani nima deganingizda? Toq deganingizda. Consecutive nima edi? Ketma-ket, ha? Endi ketma-ket juft yoki ketma-ket toq desa, mana bunday belgilanadi. Nima uchun shunday belgilanadi? Chunki juft sonlar ham, toq sonlar ham o'zidan oldingisidan nechaga ko'p bo'ladi? 2 ga ko'p bo'ladi. Masalan, juft sonlarga aytaylik 2, 4, 6, 8, 2 ga ko'pmi o'zidan oldingisidan? Toq sonlarga aytaylik. Toq sonlar ham 1, 3, 5 va hokazo. O'zidan oldingisidan nechaga ko'p? 2 ga ko'p bo'ladi. Shuning uchun ularning belgilanishi qanday ekan? Mana bunday belgilanar ekan. Demak, takrorlab olaylik. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingisiga nima deyapti bizga? Misollar bergan, misollarni yechdik. Misollarni yechdik. Mana 2 ga 2 nima edi? Solving equations. Solving equations nima degani edi? Tenglamalarni yechish degani. Tenglamalarni yechishda nechta xossa bor edi? Tenglamalarni yechishda bizda 4 ta xossa bor edi. Tarozi xossasi edi. Eslaringizdan mana bu yerda tarozini ham rasmini chizib qo'ygandik, ha? Tarozi xossasi qanaqa edi? Ikkala tarafga bir xil toshni qo'shish mumkin. Ya'ni bir xil son qo'shish mumkin. Mana A teng B bo'ladigan bo'lsa, ikkala tarafga ham nima qildik? C ni qo'shishimiz mumkin. Yoki ikkala tarafdan ham ayirish xossasi bor, ha? Subtraction property. Nima edi bu? Ayirish xossasi. Ikkala tarafdan bir xil sonni ayirib yuborish mumkin. Uchinchi xossa nima edi? Multiplication property. Bu nima edi? Ko'paytirish. Tenglikni ikkala tarafini bir xil songa ko'paytirishimiz mumkin. Division property-chi bo'lib, tenglikni ikkala tarafini bir xil songa bo'lishimiz mumkin edi. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisiga nima degani? Hop, multi-step equation. Multi-step equations nima deganingizda? Bu bir necha qadamli tenglamalar. Ya'ni bizning o'zbek tilimizda murakkab tenglamalar. Bir nechta qadam bajariladi. Bularni nima qilardik? Navbat bilan bajaraveramiz. Mana bu misolda ham ko'rishimiz mumkin. Ketma-ket bajarib ketaveramiz. Eng birinchi nima qilinardi bularni? Simplify qilinardi. Simplify nima deganingizda eslab olamiz. Simplify soddalashtirish, ha? Nimalarni soddalashtirardi? House'larni. House nima deyiladi? Parentheses, ha? Kasrlar nima deyiladi? Fraction bars. Demak, ularni nima qilishimiz kerak edi? Soddalashtirishimiz kerak edi, ha? Demak, tenglamani asosiy tamal ildizlari mana shular edi. Ana endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisi test ko'rgan edik. Keyingisi
Hop, solving equation is variable on both sides. Ya'ni ikkala tarafda ham o'zgaruvchi bo'lgan tenglamalar qanday yechilardi? Ikkala tarafga ham o'zgaruvchi bo'lsa, bitta tarafda yo'qotaverardik, ha? Mana bu yerda nima deyapti? Mana buni tarjimasini qilaylik. Subtract 3 dan 1 x from each side. Nima degani bu? Ikkala tarafdan 3 dan 1 da ayir degani. Nima uchun ayir? Chunki o'zgaruvchi bitta tarafga qolishi kerak. Ikkala tarafga ham bo'lishi mumkin emas. Qarasangiz, misolimizda mana bu yerda 3 dan 7x bor, bu yerda 3 dan 1x bor. Ikkinchi tarafdagi x deydi, yo'qotishimiz kerak. Qanday yo'qotamiz? Ikkala tarafdan mana shuni ayiraveramiz. Qani ayirganimiz? Mana ayirganimiz. Esladinglarmi? Demak, mana shunday qilib tenglamalarni yechar edik. Keyin bu tarafdan esa, bir tarafdan esa nimani yo'qotardik? Sonni yo'qotardik. Bir tarafdan o'zgaruvchini, bir tarafdan esa sonni yo'qotar edik. Ana endi davomida nima o'tgandik? Bu yerda xuddi o'sha narsa. Endi nima edi bu? Matnda tenglamaga tarjima qilib o'tish, ha? Demak, shuni ham tarjima qilib ko'raylik. Asosan 4 times nima degani? 4 a number. Bilamiz bitta nomer. Xo'ja x ni, xo'ja n deng. Masalan x equals degani teng. Hop, 9 less minus 9, ha? Then the number. Numberda nima dedi? X dedi. Mana tenglamasini tuzdikmi? Tuzdik. Yechilishini o'zimiz bilganda yechamiz, ha? Demak, esladinglarmi? Tarjima matndan nimaga o'tish? Tenglamaga o'tish edi. Ana endi keyingi betga o'tamiz. Keyingi betimiz misollarni ko'rgandik. Oldingi video darsdan ko'rsanglar bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi, mana bu mavzuni o'tgandik, ha? Bu mavzu nima degani edi? Eslab olaylik. So equation with no solution va identity. Nima degani edi bu no solution? No solution qachon chiqardi? Qachon? Masalan, bizda mana bunaqa tenglik paydo bo'lib qolsa, no solution bo'lardi. Masalan, 2x + 3 teng 2x + 5 masalan. Ikkala tarafdan agar 2x ni ayirib oladigan bo'lsak, 3 teng 5 bo'lib qolarmi? Bu noto'g'ri tenglikmi? Noto'g'ri tenglik. Shunda nima deysiz? No solution deysiz, ha? No solution. Bu nima deganingiz? No solution. Bo'sh to'plam deganingiz, o'zimizda o'zbek tilidagi matematikada bo'sh to'plam degani. Ya'ni ikkinchi tur tenglamalar. Identity bu bir xillik, ya'ni cheksiz ko'paycham bo'lishadi, ha? Bu qachon bo'ladi? 2x + 3 teng 2x + 3. Ikkala tarafdan 2x tayyorlasa nima bo'lib qoladi? 3 teng 3 bo'lib qoladi. 3 3 ga tengmi? Qachon teng? Har doim teng. Demak, buni javobi nima bo'lardi? Buni javob har doim yechim bo'lardi. Ya'ni uni qanday ifodalar edik desak, hozir mana bu yerda ifodalanishi ham ko'rsatilgan. Ana bu yerda tarjimasi ko'rsatilgan. Qarang, mana bu gapni tagiga chizaman. Hozir mana boshqa rang bilan chizib, ko'k rang bilan chizib, mana hozir tarjimasini ko'raman. Mana bu yerda qarang. It is also possible that equation may be true for all variables of. Xo'p, mana shu gap tarjimasiga qaraylik. Mana bu gap bu tenglamalarning javob mana shu yerda yozilgan. Ya'ni nima deyapti? Xo'p, shuningdek, it is also shuningdek possible mumkin that an equation tenglamada may be true to'g'ri bo'lishi mumkin for all values of the variable. Hamma yechimlar uchun to'g'ri. Cheksizsa ko'paycha hamma yechimda bu to'g'ri bo'lar ekan. Masalan, 3 bo'lsa ham to'g'ri, 4 bo'lsa ham to'g'ri. Chunki har doim x lar sarf etyapti, 3 teng 3 paydo bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Bu qanaqa tenglamasida identity, ya'ni cheksiz ko'paycha bo'ladigan tenglama edi. Ana endi buni yana mavzusi bormidi? Yo'q, boshqa mavzusi yo'q edi. Endi mana bu yerda misollarni kecha ko'rgan edik. Videoda yana ham ko'rib olasiz. Keyingi mavzuga o'tib ketaveramiz. 2 va 5 da o'tdik, ha? Buni misollarni yechdik. Buni misollarni kecha yechib chiqqandik. Video darsimizdan ko'rasiz. Keyingisiga o'taman. 2 va 5 da mavzusidan o'tib berdim, ha? Bu nima edi? 2 va 5 tenglamani ichidan ma'lum bitta o'zgaruvchini aniqlab olish, ya'ni specific variable. Ya'ni ma'lum bir o'zgaruvchini aniqlab olishdi, ha? Tenglamani ichidan ajratib olish. Bitta o'zgaruv. Buni o'tgandik. Endi buni o'tganimiz uchun birdan misolga o'tsam bo'ladi, ha? Bir misollarni yechishga. Demak, mana shu yerda takrorlashimiz tugadi. Endi misollarni hamma ishlab kelgan. Shuning uchun birdan tahlilni boshlasak bo'ladi deb o'ylayman. Demak, tahlilni boshlaymiz. Tahlilga ko'ra biz misolni hozir bitta-bitta yechib ko'rsataman. Diqqat qilasiz. Misolni tarjimasi ham, yechilishi ham davom etadi. Demak, boshladik bo'lmasa. Birinchisi nima deyapti?
if agar 2x plus 3y teng 18 bo'lsa, ha? Which of the following nima degani? Quyidagilardan qaysi biri gives y in the terms of x. Mana shu narsani yozib oling-da, mana bu y in terms of x. Mana shu nima degani? Bunday deylik. Y in terms of x degan mana shunaqa so'z eng ko'p keladi savollarda. Bu degani y ni x orqali ifodalang degan. Ifodalash deylik. Endi masalalarda boshqa harflar ham bo'lib keladi. Masalan, f in terms of m bo'lib kelishi mumkin. Va hokazo. Mana shu tarjimani slovarizga yozasizda, mana shu tarjima bo'yicha yozgan. Xo'pmi? Mana shu misollarda kelsa, ya'ni y ni x orqali yoki boshqa narsa orqali ifodalashgan. Tushunarli-a? Endi bu yerda ham nima deyapti? Y toping deyaptimi? Y topishni nima qilamiz? Qarang. 2x plus 3y teng 18. Bizga y kerak, x kerak. Yo'q, x ni nima qilamiz? Harf tashlaymiz. Nima paydo bo'ladi? 3y teng 18 minus 2x mi? Endi 3 kerakmi? Nima qilamiz endi? Bo'laveramiz. Qo'shmas bu. Ko'paytirish bo'laveramiz, ha? 3 ga bo'laveramiz. 3 ga bo'lsa nima bo'ladi? Y teng nima bo'ladi? 6 minus 2 taqsim 3 bo'ladi. Bu bo'linmaydi x. Qani javobimiz? Mana javobimiz. Tushunarlimi? Qiyin emasmi? Demak, maxsus o'zgaruvchini topib olishni ham tushundik, ha? Keyingisiga o'tamiz. Keyingisiga nimani so'rayapti? Tarjima qilamiz birinchi. Shu. Ya'ni agar shu bo'lsa, nima deyapti? Which of the following, ya'ni xuddi o'sha quyidagilardan qaysi biri gives beradi v in terms of p. Endi mana bu nima edi? Mana tarjimasini yodladik-a? Xuddi shunday. Demak, v ni, ya'ni w ni nima orqali? P va L orqali topishimiz kerak, ha? Demak, w ni topishimiz kerak. Xullas w topiladi. Demak, biz uni tenglamani yozib olamiz. P teng 2L plus 2 w, ha? W ni topishimiz uchun bizga L kerakmi? Yo'q. V ni ayirib 2L tarafdan minus 2L. Nima bo'ladi bizda? P minus 2L teng 2W mi? Endi 2 ni nima qilib olishimiz kerak? Bo'lib olishimiz kerak. Bo'lamiz 2. 2 ga bo'lib olsa nima bo'ladi? P taqsim 2 bo'ladi. Shuni minus L teng W. Demak, javobimiz qaysi bo'ldi desa? C javob bo'ldi. Tushunarlimi? Qiyin emasmi? Marhamat, keyingisiga o'tamiz. Uchinchisiga. Mana shu tenglama berilgan. Which of the following deyapti. Yana shu narsa savol. Gives A in terms of B va C. Nima topishimiz kerak ekan? A ni topishimiz kerak ekan. Nima orqali topishimiz kerak ekan? B va C orqali topishimiz kerak ekan. Ana endi davay topamiz. A ni topishimiz kerak bo'lsa, qarang, lekin tenglamada bizga biroz noqulay turibdi. Agar bu A ni topamizmi, bu A ni topamizmi degan savol bor. Ikkita A bor. Qaysi A ni topamiz degan bo'lsa, oldin A ni topishimiz uchun ikkala tenglamani yoyib olishimiz kerak. Ya'ni bizda fraction bor, kasr bor. Buni soddalashtirmay turib javobga kela olmaymiz. Nima berilgan bizga? C teng A taqsim A plus B berilgan-ku. Mana bu mahrajdan qutqarish uchun nima qilaman? Ikkala tarafni ham ko'paytiraman A plus B ga. Rozimisilar? Ikkala tarafni ham ko'paytiraman. Endi nima bo'ladi? C ko'paytirilgan A plus B teng bo'ladi A gami. Chunki mana bu ko'paytirilsa A plus B bilan A plus B qisqarib ketadi. Mahraj ozod bo'ladi. Endi nima qilamiz? Mana buni ochib olishimiz kerak. Nima uchun? Chunki birinchi qoida simplify, ya'ni soddalashtirish tenglama etishda. Nima bo'ladi endi bu? S ko'paytirilgan A plus S ko'paytirilgan teng A. Endi tenglamada ikkala tarafda ham A bor. Bitta tarafni yo'qotamiz. Masalan, o'ng tarafdan yo'qotaylik. Yoki chap tarafdan yo'qotaylik. Qaysini yo'qotamiz? Xo'p, chap tarafdagi yo'qotishimiz uchun nima qilamiz? Minus A sini ayiramiz-da. Yo'q, A si 1 ga kelyapti-da. A sini ayiramiz. Endi bu yerda nima bo'lib qoldi? B si qoldi. Teng bo'lib qoldi. A minus A sigami? Endi buni deymiz. B si teng A ni chiqarib olsa, A ko'paytirilgan bo'ladi-da. Umumiy ko'paytiruvchi sifatida chiqarib olsa nima bo'ladi? 1 minus C bo'lib qoladimi? Endi nima qilishimiz kerak? 1 minus C ga
bo'lib olsa ana o'zi qoladimi? Demak, bu tarafda ham 1 minus c ga bo'lamiz, bu tarafda ham 1 minus c ga bo'lamiz. Endi bu ketadimi? Demak, a teng nima bo'lib qoldi? b c taqsim 1 minus c. Endi hurmatli o'quvchilar, bizda javobimiz qaysi variant? A variant. Qarang, men yechib bergan vaqt sizga oson ko'rinayotgandi. Lekin yechishda qadamlar ketma-ketlik to'g'ri qo'ysangiz, o'zida ham mana shunday oson bo'ladi. Faqat ketma-ketlik to'g'ri qo'yishingiz kerak. Qarang, qadam-qadam ishlayapmiz. Oson, to'g'rimi? Lekin o'zingizga berilsa, siz aytayotganda berilgan vaqtda chiqarolmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun diqqat bilan harakat qilasiz, to'g'ri ketma-ketlikda bajarishga. Xo'pmi? Demak, tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. O'tsak bo'ladimi keyingisiga? Marhamat, keyingisiga o'tamiz. To'xtalmayapman misollarda, chunki hammamiz buni yechganmiz, o'tgan dars o'tirilgan, vazifa berib orilgan, ha? Bu mavzularni hammamiz ko'rib kelganmiz. Endi mana bunga o'tamiz. Buni nima deyapti? Savolni oxiriga qarang, bu savol takror bo'lib qoldi o'zi. Gives b in terms of the other variables. Nima deyapti? B ni boshqalar orqali toping deyapti. Other degani boshqalarmidi? Xo'p, b ni topishimiz uchun oldin nima qilishimiz kerak? Soddalashtirishimiz kerakmi? Chunki fraction bar berilgan, ya'ni kasr berilgan. Marhamat, soddalashtiramiz. AB minus 1 taqsim 3 teng C bo'lyapti. Oldin nima qilamiz? Nima qilamiz? Ayting, mana qadamlar ketma-ketlik. Birinchi nima qilishimiz kerak? 3 ga ko'paytirishimiz kerak, yashang. Demak, 3 ga ko'paytiramiz. Natija AB mana bu yerdagi joylashi hozir bir tak, hop. AB minus 1 teng 3C bo'lib qoldimi? AB minus 1 teng 3C bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz? B ni topishimiz kerak-da. B ni topishimiz uchun bir bizga kerakmi? Yo'q, A ni birdan qila olmaymiz-da. Oldin birda yo'qotishimiz kerak. B ni o'zini imkon qadar qoldirishimiz kerak. Bir kerak emas. Nima qilamiz? Birni qo'shaveramizmi? Nima bo'lib qoladimi? AB bo'lib qoladimi bir qo'shsam? 3C plus B. Endi nima qilamiz? B ni topish uchun A ga nima qilaveramiz? Bo'lvoramiz. Endi nima bo'lib qoldi? Bu yerga 1 qoldimi? Bu yerdachi 3C plus 1 taqsim A. Teng qaysi javob? Mana shu. Tushunarli bo'ldimi? Qadamlar ketma-ketlik bitta-bitta qilib kelyapmiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Marhamat. Keyingisi, 5-inchisi. Nima deyapti? If deyapti. Shu tenglama berilgan. Which of the following quyidagilardan qaysi biri gives beradi J ni in terms of other variables. Other variables nima deganiz? Boshqa deganiz. Boshqalari orqali beradi. Nima topishimiz kerak ekan? G ni topishimiz kerak ekan. Ha, ya'ni J ni topishimiz kerak. Ha, bu yerda. Marhamat, tenglamani yozib olamiz. G h minus F teng G minus h. To'xtang. G ikkala tarafda ham turibdi. Nima qilishimiz kerak? Boya biz o'tgan darsga o'tdik, ha? Ikkala tarafda ham o'zgaruvchi bo'lsa, bitta tarafni qoldirishimiz, bitta tarafni yo'qotishimiz kerak. Shuning uchun G ni ayirib olamizmi? Bu tarafdan yo'qotishimiz kerak, ha, G ni. Demak, G ni nima qilamiz? Ayirib olamiz. Nima hosil bo'ladi? G h minus G minus F teng minus F bo'ladimi? Endi nima qilamiz? Mana bu F bizga xalaq beryapti. Ikkala tarafga F ni qo'shib olamiz. G chiqib ketasiz. Birdan G ni chiqarib olaylik, maylimi? G ko'paytirilgan h minus 1 bo'ladimi? F ni qo'shsa F ketdi, mana bu qo'shgan vaqtimiz ketadi. Teng F ni qo'shsa F minus X bo'lib qoladimi? F ni qo'shsa minus X edi, F minus X bo'lib qoldi. Chunki qo'shib yubordik-da ustiga. Endi nima qilamiz? X minus 1 ga bo'laversak bo'ladi. Demak, G nima bo'lib qoldi? F minus X taqsim X minus javobimiz qaysi biri? D javob. Tushunarlimi? Qarang, masala qiyin. Siz oson yechganimizga osonligiga qaramang. Qadamlar ketma-ketlikni to'g'ri qo'ymasangiz bittaga adashib ketasiz. Hamma javobingizni chiqarish mumkin mana shu masalada. A ni ham chiqarish mumkin, B ni ham chiqarish mumkin, C ni ham chiqarish mumkin. Faqat to'g'ri olib kelsangiz to'g'ri javob chiqadi. Salgina bitta yo'nalishga adashsangiz, xato javobga ketib qolasiz. Tushunarli bo'ldi, ha? Keyingisiga o'tamiz. Tayyormisizlar? Keyingisiga o'taveraylik. 6-misol. 6-misolda nima deyapti? If deyapti-da, agar deb mana bu tenglamani beryapti.
Which of the following quyidagilardan qaysi biri? Gives k. K ni beradi in terms of other variables. Nimani topishimiz kerak ekan? K ni topishimiz kerak ekan. Ha? K ni topishimiz uchun oldin tenglamani yozib olaman. N teng a kub plus k minus 1 ko'paytirilgan d. Oldin ochib olishim kerakmi deb o'ylayman-da, ha? Oldin ochib olamizmi? Ochib olamiz, ha? N teng a plus mana bu ikkalasi ham ko'payadimi? K ko'paytirilgan d minus d. Endi nima qilamiz? Bizga k kerak. Mana bu a, mana bu d kerak emas bizga. Demak, d ni qo'shib plus d minus a ani ayirib tashlayman. Chunki a yo'qolsin, d qo'shilsin. Endi nima bo'ladi? N plus d minus a teng a ketdi, d ketdi. Bizga nima qoldi? K ko'paytirilgan. Endi nima qilamiz? D ga bo'lib o'ramiz. Nima uchun bo'lamiz? Chunki bizga ko'paytirib farq berib turibdi. Endi D ga bo'lsa, nima bo'ladi? K teng mana bu yerga bo'lish D deb qo'yib, K teng bu D ga bo'lsa D ketadi. N plus D minus A ni bo'lamiz D ga. Demak, javobimiz qaysi? Xo'p, N minus A plus D. Mana bu emasmi? Shu javob emasmi? D emasmi? D bo'ladi, ha? Qanday? Prosta minusani birinchi qilyapti-da, mana qarang, minusa. N D mana plus D. Prosta o'rin almashyapti. Yig'indida o'rin almashsa o'zgarmasdi-ku. Prosta minusani sal oldinroqda yozyapti birinchi. Tushundingmi? Nima uchun C emas? Chunki C da minus D deyapti. Bizda esa plus D. Ko'ryapsizmi? Nima uchun B emas? B da 1 deyapti. Bizda 1 da o'zi yo'q-ku. A da ham 1 deb beryapti. 1 yo'q-ku bizda. Tushunyapsizmi? Keyingisiga o'tsak bo'ladimi? Tushungan bo'lsanglar, keyingisiga marhamat qilib o'tamiz. Endi chapter savollariga keldik. Demak, chapter savollarida bitta tahlil qilamiz. Hamma o'yida ishladi. Ular o'tgan darsdan keyin ishladi bu savollarni. YouTubedan yoki bo'lmasa jonlidan kuzatayotganlarimiz uchun aytib o'taman. Misollarni Telegram kanalimizdan topsangiz bo'ladi. Misollar Telegram kanalimizda har kunlik darslarni PDF varianti tashlab berilmoqda. O'sha yerdan yechib olasiz. Agar yechmagan bo'lsangiz, maslahatim birinchi yechib, keyin videoni ko'rishda davom etishingizni so'rayman. Xo'p. Birinchi misolni yechib olamiz. Nima deyapti? Savol: if agar shu bo'lsa, what is the value of x? What nima? X ning qiymati nima? Demak, bizda nima beryapti? 6 dan 5x teng 5 dan 4. Mana bu 6 dan 5 leshnimi? 6 dan 5 leshni bo'lsa ko'paytiramiz, teskarisiga ko'paytira olamiz, ha? 5 taqsim 6 ga ko'paytirsa, bu yerda x hosil bo'ladimi? Buni ko'paytirsa nima bo'ladi? 24 taqsim. Javobimiz qanday tez kelyapti, ha? Usulga tushib oldinglarmi? Ketdi, ikkinchisiga davom etamiz. Ikkinchisi. Endi tarjima. When qachonki 1/2 1 taqsim 2 of the number n, ya'ni 1 taqsim 2 n ekan, ha, mana shu. Yo, endi deyapti. Decreased by 4 minus 4. The result is minus 6. What is nima? 3 times n, 3n added to 7. Mana shu so'roq deyapti. Tushunaymi? Qachonki mana shunday bo'lsa, mana shuni toping deyapti, ha? Qachonki 1 taqsim 2n minus 4 teng minus 6 bo'lsa degani, ha? Birinchi gap tarjimasi shu. Qachonki shunday bo'lsa deyapti. Keyin nimani toping deyapti? What is the 3 times n added to 7? Tushundingiz-a? Endi ishlaymiz. Birinchi nima qilamiz? Birinchi 4 qo'shaylik. Birinchi qarang, oxirida bu kelib turibdi. Nima bo'ladi endi 4 qo'shsa? 1 taqsim 2 ni teng minus 2 bo'ladimi 4 qo'shsa? Endi nima qilishimiz kerak? 2 ga multiple qilamiz, ha, ya'ni ko'paytiramiz. N teng minus 4. Bo'ldi, endi topdik. Endi bizga nima kerak? 3n plus 7 kerakmi? 3 ko'paytirilgan minus 4 plus 7 teng minus 12 plus 7.
teng -5. Javobimiz mana. Eslatib o'taman, bu yerda matematikani hech bo'lmasa elementar darajada bilishingiz talab etiladi. Agar bilmasangiz matematikani o'rganishingiz kerak. Chunki bu yerda matematika noldan o'rgatilyapti, shunchaki SAT bo'yicha o'rganyapmiz. Agar mana bu minus pluslarni qo'shishni bilmasanglar, bu yerda video ko'rganingiz foydasi oldin minus pluslarni qo'shishni, kasrlarni va hokazo o'rganing baribir. Xo'p, 3-savolga o'qiylik. Nima deyapti 3-savolda? Xo'p, if agar 4 minus 7x is 5 less than 23. To'xtang. 4 minus 7x mana is degani nima degani? Teng 5 less degani minus 5 23. What is the value of 3x? 3x ni so'roq, ha? Davay ishlaymiz. 4 minus 7x teng, mana bu necha chiqadi? 18 mi? Endi nima qilishimiz kerak? 4 ta ayirishimiz kerak, ha, ikkala tarafdan. Minus 7x teng 14 bilan. Endi nima qilishimiz kerak? Minus 7 ga bo'lamiz, ha? X teng minus 2 bo'lsa, bizga 3x kerakmidi? H ko'paytirilgan minus 2 minus 6. Javobimiz C. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Keyingisiga o'tamiz. Evet, 4-savol. 4-savolda ozgina tarjimamiz kerak. Xo'p. The above equation yuqoridagi, mana above degan yuqoridagi. Yuqoridagi equation tenglama gives beradi pressure. Bosim degani. Bosim. Mana bu gives degani beradi degani. Beradi. Which is qaysi kim exerted by fluid that is forced to stop moving. Hop, bu qiziqmas bizga. Qayerga? Xullas, exerted by fluid that is forced to stop moving. Harakatdan to'xtatish uchun deyapti, shunday deyapti. Ya'ni bu formulaning ma'nosini aytyapti. Formula ma'nosi grammatikani jihatdan unchalik qiziq emas. Demak, bu nima ekan? Pressure ekan. Mana shuni biling. Pressure ekan. Sizga o'zi nimaligi qiziq. Chunki savolda shu haqida bo'ladi. Demak, P nima ekan? Pressure ekan. Hozir pressure teng nechidir deydi yoki bo'lmasa hokazo nechidir deydi. The pressure depends on, mana bu sizga kerak. Depends on degani bog'liq degani. Depends on nima degani ekan? Bog'liq degani ekan yoki tobe degani, ana degani. The initial force. Initial force degani mana bu yerda yozib qo'yamiz. Initial force. Bu degani kuch, boshlang'ich kuch degani. Boshlang'ich kuch. Kuch. Force degani o'zi kuch. Fizikadan bilasiz, F emasdi bu fizikada. Kuchida, eslaysizmi? Fizikada o'tganmiz. Endi and the speed of the fluid. Speed degani bu yerda tezlik. Speed degani bu nima ekan? Tezlik. Fluid degani menimcha bu suyuqlikmi shundayda, adashmasam. Suyuqlikmi deb shunaqa. Bu nima ekan? Demak, tezlik va kuch F ekan. Bizga mana shu qiziq. Tinglamada shu qiziq. Demak, V bu tezlik. Ya'ni bu yerda speed. F bu force. P bu nima edi? Pressure. Nima degani pressure? Bosim. Va endi savolda nima deyapti? Which of the following quyidagilardan qaysi biri express ifodalaydi the square of velocity. The square of velocity degani nima degani mana shu? Tez velocity nima dedi? Velocity degani bu tezlik edi. Velocity tezlik. Ba'da tezlikni speed deb bergan-ku. Ana shu velocity ham nima degani? Tezlik degani. Sinonim so'zlar yoza olasiz. Demak, square of velocity degani nima degani ekan? Tezlikning kvadrati. Ya'ni mana shu narsamiz bizga v kvadrat ekan. In terms of pressure and force. Tezlik topish kerak, xullas. Savol mana buncha katta, lekin ma'nosi kichkinagina. Prosta nimaligini aytilgan savolda.
Sizda mana shunaqa narsa keladi-ku, siz diqqat qiling, nima? F nima, P nima, V nima. Bo'ldi, boshqa narsa e'tibor qaratmang. Tushundingizmi? Demak, biz hozir nima topishimiz kerak? Square of velocity topishimiz kerak. Nima uchun? Chunki which of the following deyapti-da, square of velocity deyapti. Tushundingizmi? Bizda ma'nosi kerak bo'lgan uchun nuqtamiz mana shu. Ana shu nuqtaga ursangiz, bo'ldi, savolga javob chiqadi. Endi bizda nima beryapti? T teng beryapti. Mana bu yerdan yozyapman sizga. Qizil bilan yozib, ko'rinarli bo'lish uchun. T teng. Hop, F ko'paytirilgan 1/2 V kvadrat plus 1. Oldin F ni yo'qotishimiz kerak. F ga bo'lib o'ramiz. F taqsim F bo'ladimi? Teng 1/2 V kvadrat plus 1. Endi 1 ni yo'qotishim kerakmi? Nima qilamiz endi? 1 da ayiraveramiz. F taqsim F minus 1 teng 1/2 V kvadrat bo'ladimi? Endi 2 ga ko'paytirib olishim kerak, chunki bu yerda 1/2. Demak 2 ga ko'paytirsam nima bo'ladi? V kvadrat teng 2 ko'paytirilgan F taqsim F minus 1. Shunaqa javob ko'ryapsizmi? Yo'q, ha? Nima uchun bunday bo'lyapti? F taqsim F bor, 2 bor. Bizga mana bu yerda bor-ku. Misolda mana bu javobimiz to'g'ri kelyapti. Nima uchun? Chunki soddalashtirilgan. Mana bu ichkarida o'zaro soddalashtirib olaylik. Shu misolni 2 ko'paytirilgan umumiy maxraj bersa nima bo'ladi? Mana bunga f dan beramizmi? P minus f taqsim f bo'ladimi? Xo'p. Demak, javobimiz daraja varianti. Tushundingizmi? Bu tamom v kvadrat topib bu yerda hech qanday qiyinchilik yoki boshqa narsa yo'q. Tushunib oldingiz, ha? Keyingisiga o'tsak bo'ladimi? Tushungan bo'lsangiz, keyingisiga o'tamiz. Demak, keyingi savol. 5-savol. Qarang. Xo'p, 5-savolda nima deyapti? 5-savolda aytayaptiki, xo'p, misol beryapti, qarang. 1/2 of the number n. Nima degani? 1/2 n. Increased by 10 plus 10 is thing the same as degan thing 4 less minus 4 twice number n 2. Tushundingizmi? Bo'ldi. Endi nima deyapti? Which of the following equation represents the statement above? Tarjima. Which of the following? Quyidagilardan qaysi biri equation tenglama represent ko'paytirib ifodalaydi the statement above yuqoridagi holat. The statement above degani nima degani? Yuqoridagi holat. Demak, yuqoridagi holatni ifodalash uchun tenglama tuzdikmi? Tuzdik. Qani javobimiz? Topib oling qani. Javobimiz C da turibdimi? Tushunarlimi? Sen emasmi? Keyingisiga o'tamiz, marhamat. Demak, 5 ta testni tugatdik. Keyingi testga o'tamiz, 6-siga. Xo'p. Nima deyapti 6-testda? Oltinchi testda qarang nima deyapti. If agar A is thing B less minus B oxirida minus B. Chunki o'ngdan chapga kelaysiz. Sizlarmi less than, more than o'ngdan chapga kelaysiz. Esladingizmi? Range mavzuga o'tdik-ku. 1/2 of z 1/2. Tushunaymi? What is nima? B in terms of A va C. Bni toping shu yerda. Bni topishim uchun nima qilaman? Yo'q, to'xtang. Bni topishim kerak. Bni topish uchun birinchi 1/2 ni yo'qotamiz. Ayiramiz 1/2. Nima bo'lib qoladi? A minus 1/2 teng minus B bo'lib qoldimi? Chunki 1/2 ketdi. Endi nima qilamiz? Minus 1 ga bo'lib o'ramiz. Chunki minus 1 xalaq beryapti, qarang. Minus 1 ga bo'lib o'rsa nima bo'ladi bu? Mana bu ikkalasi o'rin almashadi, plus minus bo'lib 1/2 ayiramiz A. Teng B. Javobimiz qani? Javobimiz mana. Tushunaymi? Tushunarli bo'ladi? Emasmi? Minusga bo'lgan vaqtimizda
Ayimiz minusdan, minus bittasini ikkisigacha plusdan chiqib ketdi. Chunki minusga bo'lgan hozda ishoralar almashadi. Tushunarli? Keyingisiga o'tamiz. Marhamat. 7-test. Hamma ana qilyapti. Agar testda ishlamagan bo'lsangiz, maslahatim ishlab oling, keyin video dars tahlil qilib ko'ring. Agar ishlagan bo'lsangiz, hozir bemalol kuzatavering. Chunki ishlamasdan turib ko'rganda oson ko'rinadi-da. Oldin ishlab chiqsangiz, keyin tahlil qilsangiz boshqacha bo'ladi. Demak, oldin ishlab chiqing buni. PDFlari hammasi Telegram kanalida tashlab o'tilgan. Bemalol agar Telegram kanalini topa olmasangiz, kommentariyaga yozib qo'yasiz. Telegram kanalidan topib, testda ishlab, undan keyin bunga o'tsangiz bo'ladi. Davom etamiz, ha? Demak, 7-testga davom etamiz. 7-testda nima deyapti? Xo'p, if x teng 1 minus y deyapti. Agar x teng 1 minus y bo'lsa, and va 3x teng shu bo'lsa, what is the value of x? X ni toping deyapti. Endi qarang, x ni teng beryapti. X teng deyapti, 1 minus y deyapti. 3x teng deyapti. 8 minus 5y deyapti. Demak, mana bu x shu bo'lsa, 3x shu bo'lsa, x ni shuni 3 ga ko'paytiraylik. Nima bo'ladi? Mana shu tenglamada. Mana shu tenglamada 3 ga ko'paytiraylik, 3x nima bo'ladi? 3 minus 3y bo'ladimi? Ha? Endi bu yerda nima edi? 3x teng 8 minus 5y mi? Shunaqami? Endi ikkalasi ham 3x bo'lgandan keyin ikkalasi bu tomonlari ham teng bo'ladimi? O'ng taraflari, chap taraflari 3x bo'lgandan keyin ikkalasi ham teng bo'ladimi o'ng taraflar? Endi nima deymiz? 3 minus 3y teng 8 minus 5y. Ha? Endi ikkala tarafdan o'zgaruvchi bo'lgani uchun 5y ni qo'shib yuboraylik. Maylimi? 5y qo'shamiz. 3 minus 3y qo'shamiz 5y teng 8 minus 5y qo'shamiz 5y. Natija 3 minus 3 ga 5 qo'shsa plus 2y, ha? Teng 8 minus 5y bilan plus 5y qisqarib ketadi. Endi nima qilamiz? 3 ni ayiraveramiz chunki 3 ilishni bu tarafda 2y teng 5. 2y teng 5 bo'lsa, 1y teng necha bo'ladi? 2 ga bo'laveramizmi? Y teng nima bo'ladi? 5 taqsim 2. Ana endi bizga lekin nima kerak edi? What is the value of x? X kerak edi. X kerak bo'lsa, mana bu birinchi tenglamaga olib kelib qo'ysam bo'ladi. X teng nima edi? 1 minus y edimi? Y dan necha qo'yaman? 5 taqsim 2. 1 degani 2 taqsim 2 mi? Ayiramiz 5 taqsim 2. Natija minus 3 taqsim. Javobimiz tushunarli bo'ldi, ha? Ketdik keyingisiga bo'lamiz. 8. Tarjima. Nima deyapti? Quotient of. Yo'q, quotient of. Birinchi mavzuda o'tdik. Nisbat, quotient of, nisbat. Terminlar sum of nima edi? Yig'indi, more than, ko'p. Yana nima bor qo'shishdi? Increased by. Hop, ayirishdachi? Difference between birinchisi ayirma. Hop, decreased by, less than, minus o'zi, ko'paytirishda times bor edi. Yana nima bor edi? Qism bor edi. 1/4, 2/3, ha? Yo'q, ko'paytirishda sum yo'q-ku. Product of bor edi. Bo'lishda nima bor edi? Quotient, division, divided by yoki quotient of edi. Quotient of nima degani? The quotient of degani nisbat. Nima nisbati? A number and 5. X taqsim 5 equals teng 9 less oxirida minus 9 1/2 1 taqsim 2 opsionalmi? 1 taqsim 2x bo'ldi. What is the number? Ya'ni x ni so'roq. O'sha nomer necha? Xo'p, nima qilamiz endi? Endi ikkala tarafdan 1 taqsim 2x ayirsa bo'ladimi? Ikkala tarafdan minus 1 taqsim 2x. To'xtang, nima qilaylik? Bundan oldin chiroyli holatga keltiraylik tinglamamizni. Mana bu yerda o'chiraylik, xunuk bo'lib qoldi. Ikkala tarafga nima qilamiz? Ikkala tarafga shunday o'ngga ko'paytirib yuboraylik. Mana bu mahrajdan ham qutulamiz. Bu mahrajdan ham qutulamiz, ha? Tushunaymi?
10 ga ko'paytirsak. Endi bu 10 ga ko'paytirsa 2x bo'lib qoladi. Chunki 5 ga qisqarib ketadi. 10x taqsim 5 nima bo'ladi? 2x bilan teng. Nima uchun ko'paytiradi o'zi? Ko'paytirish mumkinmi xossamizda? Mumkin edi. 3-xossa istlaydi. Multiplication property bor-da. 3-xossada. Keyingisi. Mana buni 10 ga ko'paytirsa nima bo'ladi? 10x taqsim 2 necha bo'ladi? 5x. Minus buni 10 ga ko'paytirsak 90. Endi ikkala tarafga 90 ni qo'shamiz. 2x da esa ayiramiz. Shunday qilib x bir tarafga hosil bo'ladimi? 90 ni qo'shsa nima bo'ladi? Mana bu yerda 90 bo'ladi. A 2x esa ketadi. Teng 2x esa 3x 90 ni qo'shsa bu yo'qolib ketadi, ha? Bu ikkalasi yo'qolib ketdi, ha? Endi nima qilamiz? 3 ga bo'laveramizmi? X teng bize o'sha x so'raganmidi, what is a number so'ragan, ha? X. Shunday javobimiz D. Hammaga tushunarli bo'ldi, ha? Keyingisiga o'tamiz. Keyingisida nima deyapti? Qani 9-savol. 9-savolga o'tamiz. 9-savolda nima deyapti? 9-savolda Xo'p, agar a taqsim b teng 1 bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri tarjima what is the value of a minus b ni so'rayapti, ha? Endi da ishlaymiz. Xo'p, a taqsim b teng 1. Mana shu tenglamada qanday qilinadi? Chunki boshqa narsani so'raydi. Bittasini ikkinchisi orqali topib olamiz. Qanday topiladi? Xo'p, a ni topishimiz kerak. A ni topishda nima qilamiz? b ga ko'paytiramiz. b ga ko'paytirsa nima bo'ladi? Bu a ni o'zi qoladi. A teng b bo'lib qoldi. A teng b bo'lib qoldi. Endi a teng b bo'lib qolgandan keyin bizga a minus b deyapti-ku. A ni o'rniga b minus qo'yamiz, chunki a teng b-ku. b minus b bo'lib qoladi. Natija 0. Endi javobimizda bu ochiq test. Bunda faqat javob yoziladimi? Mana buni olib, to'g'ri yozib berdim. Chunki bu o'zi yozadigan, kalkulyator degan test. Keyingisiga o'tamiz. 10-si. Mana bu yerga tarjimaga qiynaydi. Tarjima qilib olinglar, vaqt beraman. Bitta tarjima qilib oling, keyin davom etamiz. Demek tarjima boshlaylik. Hop. Nima deyapti? When qachonki an object jism. Demak when nima edi? Qachon object jism yoki obyekt thrown from uloqtirilganda uloqtirilsa from the ground, ya'ni yerdan into the air, havoga uloqtirilsa with bilan an initial upward speed. Initial degani boshlang'ich. Boshlang'ich degani initialni sizlarga yozib qo'yasiz, boshlang'ich degani. Upward speed. Upward degani bu yuqoriga. Upward degani bu yuqoriga. Speed bu nima edi? Tezlik. V0 ekan. Demak, V0 nima ekan? Yuqoriga otilgan boshlang'ich tezlik ekan. Nima deyapti? Meters per second. Bu degani metr taqsim sekund tezligi. The speed V. Endi the speed V. V nima edi? Biz hozir V0 aytdik. Endi V nima edi? In meter per second is given by the equation. Hop, mana shu. V nima desa, V metr taqsim sekund berilgan, mana bu tenglamada berilgan. Is given by equation deyapti-ku. Mana shu tenglama orqali berilgan. Nima deyapti? V teng V0 minus 918 ta deyapti. Endi qarang. V T
T nima? Yo'q, qayerda tarjima qilmang bu yerda gapni. T nima deyapti? Is the time. T nima ekan? Vaqt ekan. Is the time. Vaqt. In seconds. Sekundda berilgan. Endi qarang. The speed of an object, ya'ni tezlik becomes null. Ya'ni becomes ya'ni bo'ladi. Tezligi null bo'ladi. When qachonki the object reach degani erishadi. Maximum height. Maximum degani maximum height degani bu balandlik. Hop. If agar an object is thrown upward with initial speed of mana shu nima degan? Qarang. Men sizga boya aytdim-ku, nimaligi muhim dedim, ha? Boya nima esti mana shu? Initial upward speed nima esti? Buni bilasizlar? Endi nima deyapti qarang? Upward with mana thrown upward with initial speed 14 deyapti. Demak bizda shu yerda bilib oling, penalty. Tushundingiz-a? Mana shu yerda aytyapti. Sizga shuning uchun nimaligi muhim. O'zi masalani bir varov narsasi hammasi muhim emas. Sizda nimaligini bilib olsangiz bo'ldi. Qarang mana. Tinglama beryapti-ku. Siz biling v nima, v0 nima, t nima, bo'ldi. Ash harflar nimaligini bilsangiz bo'ldi. v0 ni oqlaring. v0 mana chiqdi-ku. Nima deyapti? Initial upward speed. Keyin mana bu yerda qarang, yana mana upward with initial speed 14. Bo'ldi, v0 teng 14. Tushunyapsiz-a? Endi nima deyapti? How many seconds? Necha sekund? Does it take m to reach its maximum height? Round your answer nearest hundredths a second. Hop, anavimiz nearest degani yaqinlashmadagacha o'tadi-ya. Yaqinliklang, yuzlar xonasigacha yaqinlab javob chiqaringlar. Endi bizda nima degan? Diqqat bilan e'tibor bering. Qachon maksimum height bo'ladigan? The speed of an object becomes null. Tezligi null. Mana shu yerdan nima kelib chiqdi? V teng null. Chunki mana qarang. The speed of nima esti? Tezligida. Keyin bizda mana bu yerda ham aytgan, mana qarang. The speed v. Ko'rdingizmi mana? The speed v. Bu yerda esa the speed of becomes null. Moslayapmiz-da. Bizda v teng v0 minus 908 t berilganda, endi bu yerda v teng 0 berilgan, v0 teng 14 berilgan. Mana shuni topib olishingiz kerak edi. Mana endi ishlaymiz. 0 teng 14 minus 908 t. Tushunaymi? Teng. Endi qarang. Ikkala tarafga 908 tani qo'shib olsak nima bo'ladi? 908 t teng 14 bo'lib qoladi. Endi ikkala tarafni 908 ga bo'laveramiz. T teng nima bo'lib qoladi? 14 taqsim 9.8. Ana endi buni bo'lasiz. Bo'ling mana. Bo'ling va yuzlar xonasigacha ayting. Ayting, bo'ling. Bu yerda hech xavotirga o'rin yo'q. Sizga qiyin narsa berilmaydi. Kalkulyatordan bemalol foydalaning. Chunki SATda ham kalkulyator ochiq turadi. Hech uyalmasdan bo'laveradi. Faqat siz shuni chiqarib olsangiz bo'ldi. Bo'ling, menga bir minglar xonasigacha ayting, yuzlar xonasigacha keyin yaqinlaymiz. Minglar xonasigacha bo'lib ayting. Necha chiqdi? 14, 9, 1.428. Bo'ldi, shu yetarli. Qolgani kerak emas. Xo'p, bizga yuzlar xonasigacha degan, ha? Demak, mana 2 xona olamiz, 42. Bundan keyingisi necha? 8 mi? 8 orttiradimi, kamaytiradimi? Orttiradi, ha? Demak, nima bo'ladi bu? 1. Javobga mana shuni yozasiz. 8 mi bo'ladi? Orttiradimi yaqinlashdi? O'zidan keyingisiga qaraysan, 5, 6, 7, 8, 9 bo'lsa orttiradi o'zidan olinligini. Agar 1, 0, 1, 2, 3, 4 bo'lsa kamaytiradi. Agar men bu masalan 4 bo'lsa edi, 41 bo'lib kamayadi. Tushunarli-a? Tushunarli bo'lgan bo'lsa keyingisiga o'tsak bo'ladimi? Keyingisiga o'tamiz. 11 ga qaraymiz. 11 da nima deyapti? 11 da when an object is dropped from a height of 7 feet above the ground. Endi keling, men aytgan usul bo'yicha qarayapsiz. To'xtang. Mana shu yerda nima deyapti? Bizda formula beryapti, ha? Qarang, formula beryapti. Formula yozamiz.
h teng minus 16 t kvadrat plus c. Tushunami? Endi qarang. Formula beryapti, formulada nimaligini topib olishimiz muhim ekan. Qarang, diqqat qiling. The height h. Demak, h nima ekan? Height ekan. Xo'p. Given by equation shida where t is time ekan. Demak, t nima ekan? Time ekan. Mana ko'rdingizmi? Taktikada chizyapman. Nima bilish muhim mana shunaqa masalali gaplar. Endi ketdi. Drop it from height. Endi mana bu yerda nima deyapti? Height of 144. Endi mana bu yerda 144. Ko'ryapsizmi? O'zi masalada birinchisi noma'lum, ikkinchisini tarifi, uchinchisi esa o'z soni bo'lib kelyapti. Tushunyapsizmi? Ketdi. How many seconds will it take to hit the ground? Hit the ground degani nima degani? Hit the ground degani nima degani? Ha, xuddi shunday. Yerga tushsa nima bo'ladi? 8 feet above the ground. Endi qarang. Mana bu height from the ground, mana bu qarang, from height of the 7 feet above the ground. Yo'q, mana bu yerda c ekan bu. H esa nima ekan? H esa vaqtdagi oniy balandlik ekan. H demak bu qarang. From ground ekan, boshidagisi ekan. Anavichi H esa nima ekan? Height ekan. Bu ma'lum bir vaqtdagi balandlik ekan. Ya'ni bizda mana bu formula berilyapti-ku. Mana bu c nima desa boshlanish. Chunki mana bu yerda aytyapti, qarang. Drop it from height of c. Ya'ni drop it degani tashlab yuborish. Mana shu yerda yozib oling, drop it degani tashlab yuborish. Thrown degani bo'yi uloqtirishida, drop it nima ekan? Tashlab yuborish ekan. C balandlikdan tashlab yuborildi, o'sha 144. Chunki mana bu yerda nima deyapti? Qarang, drop it from height, drop it from height. Ko'ryapsizmi? Drop it from height C, drop it from height 144. Ana ko'ryapsizmi? O'xshashlikda. Demak, drop it from height nima degani ekan? C ekan. Drop it from height nimaga teng ekan? 144 ga teng. Endi ketdi. T nima ekan? Time ekan. Uni so'rayapti. Ana shu topishimiz kerak, so'roq. Endi h nima ekan? H nima ekan? H mana bu yerda yozilgan object given equation. Hop, the height of h. H height ekan. Bu yerda nima deyapti? Hit the ground. Yerga urildi degani. Yerga urilsa balandligi necha bo'ladi? Yerga urilsa balandligi necha bo'ladi? Time so'rayapti, uzr. Time so'rayapti. Yerga urilsa balandlik 0 bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, 100 metrdan tashlagan vaqt 140 metrdan bo'lsa, yerga urilgan vaqt uni balandligi necha bo'ladi? 0 bo'ladi. Endi tenglama aytishimiz kerak. 0 teng minus 16 t kvadrat kalkulyatorlarni tayyor qiling, plus 144. Shundaymi? Ikkala tarafga plus 16 t kvadrat qo'shsam bo'ladi. 16 t kvadrat teng 144 bo'lib qoladi. 16 ta bo'lamiz. Ikkala tarafda nima bo'ldi? T kvadrat teng 9 mi? T teng plus minus 3 chiqadi matematikada, lekin bu yerda 3 olamiz, chunki vaqt minus bo'lmaydi. Demak, javobimiz 3. Javobni o'shaga belgilab qo'ying. Tushunarli bo'ldi, ha? Keyingisiga o'taveramizmi? Ketdi keyingisiga. Endi bu yer javoblarga kelibmiz. Demak, bu testimizda ham tugatdi. Ikkinchi bo'lim tamom tugadi. Endi uchinchi bo'limga o'tamiz. Uchinchi bo'limga o'tishdan oldin bir to'xtab olamiz o'rtada, videoni pauza qilamiz jonli efirda. Keyin uchinchi bo'limni ochib olib davom etamiz. Demak, mana shu yergacha testimiz yakunlandi. Uyda testlarni ishlang, ishlamay turib videoni ko'rmang. Oldin testni ishlab chiqib, keyin videoga o'ting. Testlarning hammasi Telegram kanalimizga tashlab o'tilgan. Demak, e'tiborli bo'lasizlar. Demak, hozir 10 daqiqadan keyin yangi mavzuni boshlaymiz. Hozir tanaffus.